Demak, sizlarni hammangizni mer ana shu banditlarga qullikka sotib yuborgan, to'g'rimi? Menimcha, hammamizni berib yubordi. Tushunarli. Hechqisi yo'q, hali hammasini so'rab surishtiramiz, merni ham so'roq qilamiz va aybi bo'lsa jazosini oladi. Albatta aybi bor. Deb bu yerda qutilarning ichida to'rt narsa bor ekan. Nima bor ekan? Borsang ko'rasan. Okey, yuringchi. Aha. Xo'sh. Qani qutilar? Chiroq bor, yaxshi. Qiz rostini chiroq, lekin bu yerda generator ko'rmaganman hech qayerda. Xo'sh, bu yerlar Bu yerda emas, qutida orqada. Hop. Instrumentlar, Jennerson bloklar. Bunda emas, unisida. Ana bu yerda zabor qurishayotgandi. Deb unisida. Hozir bularni olib olay. Xo'sh, bu yerda o'zi nima bor edi? Olsang ko'rasan. Xo'p, mayli, hozir mana bularni hammasini olib olay, xo'pmi? Mayli. G'isht dekorativ, Zombini ovoz doskalar, kelyapti. xo'sh, bolta, yana bolta, kirka, bolta va tosh. Toshni olaman. Lekin toshni olish axir oson. Balki olmasman, chunki Jennerson inventarim to'lib ketdi. Yo'q, toshni olmayman. Tosh menga kerak emas bo'ldi. Ana endi janob Jons. Rostdanam. Nihoyat otibsan. Bu yerda kalashlar va ularga magazinlar. Lekin banditlarning qo'lida menimcha qanaqadir M16mi, M4mi ko'rgandim. Lekin g'alati, balki kallasindagi zaxirlagadir. Bo'lishi mumkin. Inventarimda narsalar to'lib ketdi, Jennerson. Doskalarni olib qolgan ma'qul, chunki daraxtlarni chopish yaxshi emas bo'ldi. Ketdikmi? Mayli, jitellarni nima qilamiz? Bilmasam, men ham hayronman. Aytgancha bir narsani so'ramoqchi edim. Jitellar oshma bo'ldi. Bu yerda qancha odam bor edi? Taxminan 10 tacha odam bor edi. Jons bobo, siz nima deysiz? Menimcha to'g'ri hammasi. Xo'sh, sizlarni nima qilishardi? Fermerchilik, shunga o'xshash narsalar, qurilish. Yana bilasizlarmi, orqada yo'l bor. Ana shundan borsangiz, banditlar odatida o'tiradigan joyni topishingiz mumkin. Mayli, lekin avvaliga sanab ko'raylik, 10 ta chiqarmikan o'ldirganlarimiz. Xo'sh, u yerda 4 ta, 5 ta, 6 ta, u yerda 7, 8 ta. Demak, orqadagi, ana shu binoning orqasida. Xo'sh, Jons bobo ularga yo'lni tushuntirib turgunicha qanday ketishni bu yerda men hozir tekshirib ko'raman hammasini. Qani bu banditlar qayerda ekan? Hozir javob berishadi jitellarni ushlab o'ldirishgani uchun. Xo'sh, meni bir do'stim bor, agar u bo'lganda edi, hozir afsuski yonimizda yo'q. Bularni banditlarni o'zi hammasi o'ldirib tashlagan bo'ladi, jitellarni qiynagani uchun. Xo'sh, qayerga? Mana. Banditlarni bitta qolmasdan o'ldirib tashlardi, lekin oramizda afsuski yo'q. Uni apokalipsis boshida yo'q, menimcha o'ldirib bo'lishgan. Afsus. Xo'sh. Mana, yaxshi, vaqtida ehtiyot bo'lish kerak. Qani. Shunaqa gaplar. Bizlardan gaplashyapti, qani. Yaxshi eshitilmayapti. Sekin bu yerda 2 kishi, mana bittasi Meni butun hayotim ko'rmayapti va ikkinchisi ham shu yerda. Yaxshi. Faqat ularni qanday o'ldirsam bo'lar ekan? Chunki u yerdagi bazadagi xonadagilari qandaydir g'alati ahvolda edi. Ularni o'ldirish oson bo'ldi. Bular esa hozir qurollangan va kirsam ham ulgura olmayman hammasini otishga. Birovni o'ylab ko'rish kerak. Aylanib o'tish kerak. Boshqa derazalardan nima qarab ko'raman, balki birorni o'ylab topa olarman. Bitta. Yaxshi. Jennerson xonamga chuqur bo'ldi. Menimcha ular qanaqadir qurol haqida gaplashayotgan edi. Ularni o'ldirishdan avval yaxshilab eshitib olish kerak gaplarini. Balki bizga aynan qurollar yetishmayapti-ku. Albatta 3 ta kalash topganimiz yaxshi. Demak, rostdan bu yerdan yaxshi ko'rinmayapti va ota olmayman, chunki agar otsam ham derazadan tekizish qiyin bo'ladi. Albatta tekizish imkoni bor, lekin juda ham qiyin va men ham bunchalik ham yaxshi ota olmayman. Ota olaman, lekin bunchalik masofadan Jennerson. Ana u nima bo'ldi? Qizil bochka turibdimi? Oq va qora chiziqlar ham bor ekan. Tushunmadim. Nimaligini bilmayman. Qanaqadir belgisi ham bor. Stop, menimcha. Nimaligini bilaman, axir bu yonilg'i idishi. Tushunarli. Yaxshi. Xo'sh, sekin do'stlar, sekin bu yerdan o'tamiz va
Xo'sh, Barcha qani qurollar eshitamiz. kelishgandan keyin hammamizda eng Xo'sh, zo'r avtomatlar sekin, bo'ladi. ha. Patronlar Xo'sh, ichkarida bilasanmi? nimalar bor ekan? Mingta, Gaz, ikki mingta, gaz plita bor ekan. juda emas, Menimcha bir tonna aynan ana shu patronlar. Tasavvur bochkani qilyapsanmi? ichidan u yerga yonilg'i boradi va o'shani yoqishadi. Balki gaz bordir buni ichida. Aha. Okey, menda bir reja bor, ha. Kinolarda ko'rgandim. Agar ana shu bochkani otishsa, o'q teksa portlab ketadi. Hozir shuni sinab ko'ramiz. Nima bo'lsa bo'ldi, xo'sh. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? O'xshaydimi yoki yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hoziroq pauzaga qo'yib videoni kommentariyada yozinglar. Men esa hozir portlataman va omad tilaylar menga, ha. Ish qilib o'xshasin do'stlar. Bo'pti. 1 2 3 mana. Tushunursin, o'xshadi, hattoki kamera ham g'alati bo'lib qoldi. Portlashning kuchliligidan. Tushunursin. Ha, o'lishdi. Albatta, yaxshi ishladi, tushunursin. Hattoki yarmini yo'q qilib yubordi uyda. Mayli, xo'sh, hozir ko'ramiz. Bu yerda hech narsa yo'q. Lekin adashmasam qurollar haqida ko'p eshitmay qoldik, lekin shanba kuni deyishgandek bo'ldi. Bo'pti. Ketdik. Oxirgi banditlar ham bu yerdagi yo'q qilindi. Balki yana banditlar bordir. Yana kim biladi, xo'sh. Endi esa bazagacha borib bo'lsam bo'lgandi. Xo'sh. Stop. Baza qani? Menimcha noto'g'ri tarafdan aylan. Bu tarafdan hozirgina axir kelgandik shu yerga, xo'sh. Do'stlar, sekin aylanib borish kerak bazaga yana. Anaroq kichkina uychaga portlatganimizga. Mana hozir bu yerda ekanman. Orqadan bu yerda uy va hozir do'stlar mana shu tarafdan borishim kerak. Ha. Shunda chiqaman hozir. Mana bu yerdan o'tib kelgandik. Bu yerda esa baza. Ajoyib. Hozir edi boramiz. Bilasizlarmi, adashib qolish hech gap emas, yaxshi ham. Menda xarita bor ekan. Xo'sh, bo'pti. Qiziq, bular eshitishmikan portlash ovozini? Menimcha juda ham baland bo'ldi, hattoki kamera ham g'alati bo'lib bijirlab qoldi. Hozir ovqatlanib olay, yo'lalakay. Perekus va mana buni olamiz. Yaxshi. Bo'ldi. Biroz o'zimga kelib olaman. Xo'sh. Portlash ovozini eshitdinglarmi? Eshitdik, senmiding? Albatta, yana kim bo'ladi? Jinson, portlash juda ham qattiq bo'ldi. Gap bo'lsa mumkin emas, Dev. Katta rahmat, jonim Jones. Bularga tushuntirdingizmi qayoqqa borishni? Albatta. Demak, keta olasizlar, ha? Keta olamiz. Unda o'zimiz ham ketamiz. To'g'ri, yura qol. Bo'pti, Jones bobo, lekin bilasizmi, balki olib borib qo'yarmiz, Axir yosh bola emasmiz, o'zimiz bora olamiz. To'g'ri. Mayli. Jones bobo, bilasizmi, lekin rejalar, mayli, o'zlari keta qolishsin. Bizni ishimiz bor, chunki bilasizmi, nimani bilib oldim? Yo'q, nimani bilding? Ana o'sha yerdagi banditlarning gapini eshitib qoldim va ularga xullas ertangi sanada qachon? Bilmasam, menimcha shanba. Shanba kuni bizga Jones bobo nima bo'lyapti? Qolib ketdim. Xo'p. Mayli, hozir o'zlari kelib qoladilar, keyin davomini aytaman. Keyin nima bo'ldi? Keyin ana o'sha yerdan eshitib qoldim, shanba kuni qayergadir shu yerga qurol olib kelishar ekan bazaga. Faqat asosiy bazaga deyishdi, lekin asosiy baza qayerdaligini bilmadim. Asirga olgan yigitimizdan so'rashimiz mumkin. Aynan o'shandan so'rasak biladi, chunki u banditlar bilan birga yuribdi. Bo'lmasa merdan so'raymiz. U ham banditlar bilan dedi, Mana bu albatta sotqin odamlar. To'g'ri aytasiz. Mayli. Xo'sh. Siz shu yerda o'zingiznikida qolasizmi yo biznikigami? Men ustida qolaman. Bo'lmasa ratsiyadan bog'laninglar. Xo'p, mayli, omad. Rahmat. Joz bobo o'zi juda ham yaxshi qo'noq odam. Menga juda ham yoqdilar. O'sha yerda qishloq, bu yerda esa bizni bazamiz. Hozir boraman. Menimcha kapitan xursand bo'lsalar kerak, chunki shuncha narsa topib keldim, avtomatlar. Mayli, hozir boramiz. Va boyagi yigitni ham so'roq qilishimiz kerak. Qayerda ekan asosiy baza? Xo'sh. Salom yigitlar. Salom der. Salom. Xo'sh, assalomu alaykum kapitan. Murojaat etishga ruxsat bering. Ruxsat beraman. Va alaykum. Bilasizmi nimalar bo'lganini? Nimalar bo'ldi? U yerda 10 kishini o'ldirdik va asosiysi, juda ham ko'p ma'lumotlar hamda mana bu kalashlarni va ularga magazinlarni hozir mana bu yerga solib qo'yaman. Qanaqa ma'lumot oldinglar, Xullas, ertaga shanba kuni ularni asosiy bazasiga banditlarni qurol yetkazib berar ekanlar. Qanaqadir chet eldan kelgan qurol. Qiziq. Xullas, agar baza qayerdaligini bilib olsak, balki maxsus operatsiya o'tkazib, nima desam ekan, qurollarni egallab olishimiz mumkin edi. Yaxshi fikr.
Lekin ba'zan qayerdan bilishimiz mumkin, nima deb o'ylaysan? Masalan, kechagi itdan so'rashimiz mumkin. Yana g'ishtlar ham olib keldim. Yaxshi, o'sha yerga solib qo'yaver. Hop, bilasizmi, o'sha aytgancha o'sha yigitni garajda ko'rmadim. O, merni yonida. Merni yonida? Ularni so'roq qilishyapti hozir. Qishloqda yigitlar. Ajoyib. Ratsiyadan xabar berarsiz, so'rab surishtirsin. Ba'zan ham, albatta. Hozir esa men nima qilay? Sen esa aynan o'sha yigit uchun va boshqalar uchun qamoqxona qur. Okey. Stop. Tushunmadim. Nega bu yerda g'alati eshiklar turibdi? Kapitan, bilasizmi, nimaga eshiklarimizni o'zgartirdik? Axir elektr eshiklar turgandi. Bizda generator uchun yonilg'i qolmadi. Jennerson hozirgina yonilg'i idishini portlatgandim. Yonilg'i idishini? Unchalik ham uzoq emas, kechroq aytib beraman. Okey. Xo'sh, menga yana topshiriqlar bormi? Albatta, skladga kir va u yerdan chapdan eng tepadagi qutining ichidan toshlarni, shularni olda qamoqxona qur. Qamoqxona kim uchun? Aynan o'sha yigit va mer uchun. Tushunarli. Skladdan olaman va hozir ba'zan yoniga qursam bo'ladimi? Albatta. Mayli. Xo'sh, yana boshqa topshiriqlar bormi? Yo'q, bo'shsan. Hop, katta rahmat, unda ketdim. Mayli. Hozir qamoqxona quraman. Okey, tepadagi instrumentlar menda ham bor edi. Bularni hammasini shu yerga qo'yib qo'yaman, g'ishtlarni ham. Chunki shularni olish yerda ekan, sim to'siqni ham tepaga tashlab qo'yaman va aytgancha endi bular bilan birgalikda axir bazani kengaytirishimiz mumkin. Mayli, buni keyinroq kapitanga aytaman. Hozir esa bularni joyiga joylab qamoqxona qurishimiz kerak. Chunki qonunbuzarlarni qayergadir saqlash kerak. Axir garajda saqlamasa kerak. Va mana bularni olib olaman. Menga kerak bo'lib qolishadi va toshdan quramiz. Doskalar kerak emas, chunki doskalarni sindirib qochib ketishlari mumkin. Toshni esa sindirish imkoni kam, ayniqsa erkasiz. Bo'pti. Xo'sh, hamma o'z joyida va qayerdan qursam ekan? Mana shu yer katta va bo'sh joy, shu yerdan quraman. Faqat mana bularni sindirib tashlash kerak, sim to'siqlarni. Jin ursin. Sim to'siqni hech kim ko'rmadi yoki e'tibor berishmadi. Jomi yo'q. Sim to'siqlar yo'q endi. Okey. Lekin menga yigitlar aytishganda, yasash oson deb, shuning uchun mayli, keyinchalik ko'ramiz qanday yasar ekanman. Xo'sh, buni sindiramiz 2, 3. Jin ursin, yer ostida kutib o'tirgan ekan. Yaramas. Mana, jin ursin, patron qolmadi. Vaqt yo'q bo'ldi. Bitta zarba va tugadi. Yaxshi. Endi bularni hammasini sindiraman va birin-ketin qurishni boshlayman. Ana o'shalar uchun qamoqxonani. Xo'sh, 3 bo'lishi kerak yoki kattaroq? 3 juda ham kichkina bo'ladi, ayniqsa 2 kishi uchun, shuning uchun kattaroq qilaveramiz.